Bismillah, assalomu alaykum, qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Alhamdulillah, Allohning izni bilan mana Qashqadaryo viloyati Qashqar shahriga ham yetib keldik. Zinapoyamizni ko'rishinglar mumkin. Oldin bu yerda temirdan zinapoyamiz bo'lgan, sochilyotibdi. Zinapoyamizni buzib, betondan zinapoya qilib beramiz. Joyimizning opshi balandligi 4.30, 30 ta stupenkamiz bor bu yerda. Hop, stupenkamizning balandligi 14,5 santimetrdan bo'libdi. 14,5 santimetr balandligi, oyoq qo'yadigan esa 30 santimetr, eniga esa 1,20. Bu yerda ikkita plashatkamiz bor. Ko'rib turganingiz shu yerda aslida katta plashatkamiz uzunasiga 2 metr, eniga esa 1,5 metr bo'ladi plashatkamiz. Buni tagida ikkita 150 talik asbest trubasi bor. Hop, bu yerdan tushgandan keyin mana shu oynaning oldida ham plashatkamiz bo'ladi. Bu yerdagi plashatkamizga ikkita ustun o'rnaydi shu yerga. Bundan buyog'ida yana 15 ta stupenkamiz tushib keladi bu yoqqa qarab. Bu yoqqa tushib ketgandan keyin inshaalloh o'zi ertadan boshlaymiz. Bugun mana bu zinapoyani buzib netib olsak, ertasidan boshlaymiz xudo xohlasa ertadan. Podkastlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qolishinglarni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiyaning telefon nomerimiz bemalol murojaat qilaveringlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilarda ko'rishaylik.